Yo, hammasiga assalomu alaykum do'stlar. Mana shu sizlar taniyotgan bola kerakman. Akosh Roblox bo'laman. Xo'sh, biz shunaqa qilib, mana shunaqa seksiyalarni mana shunaqa agimchada qo'ylab turib otishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'ringlar mana. Anda 50 ta подписчик bo'lishi kerak. 50 ta подписчик bo'lgandan keyin 20 ta odamni aniqlab, ana o'shanga beraman. Undan burun men hech kimga Roblox tarqata olmayman. Tarqatadigan bo'lsam, menga YouTube tomonidan linki ban berilishi mumkin. Ana o'shaning uchun nima qilish kerak? Kanalda 50 ta obunachi ichida qo'llab-quvvatlab, like bilan obuna bosishingiz shart. Masalan, so'rab yurgani like bilan obuna bo'lgani. Sizga yana men nima qilaman? Sizlarga shunday tavsiya bosing, like bilan bitta obuna bosasanlar, juda ham zo'r bo'ladi. Shuncha nima deyapman sizlarga. Like va obuna, like va obuna. 20 ta odamga men Roblox tarqatmoqchiman. 50 ta подписчик bo'lgandan keyin Telegram kanalimni o'tkazib qo'yaman. Mana o'shanda biz sizlarni aniqlab turib, albatta Roblox'larni beramiz. Bu yolg'on emas. Ko'rganlaringizdek videoni tarqatdik. Mana o'shaning uchun nima qilish kerak? Kanalga obuna qilib, like bosish kerak. Oldiki mana bu yashikchalar bizga xalaq beryapti. Men olaman dedimmi, olaman. Akkamcha oblashlar, men xudo xolasa Yusufga mana shunaqa cheatlarni qayta olishni sizlarga o'rgatmoqchiman. Ko'pchiliklarga bir xato ko'rsataman. Bu mana ko'rsatay. Qarab turinglar. Men prosta bu divon orqasiga o'tmoqchi bo'laman. Divon orqasiga. Mana to'g'ri, to'g'rimi? Men shu cheatni bitta qo'shamanda ichida yura olaman. Deb o'ylangizda, bu prochilligingizni amalga berib olsangiz bo'ladi. Mana o'shanda bittadan turib o'ylagan holatda mana bag'ishlab olsangiz, bittada ikkita bo'ldi. Ko'ringlar, mana. Bittada ikkita. Tak, endi bu birinchi chetimiz bo'lsa, bu osmonga mana qilib uchamiz topdim hozir. Mana qilib turib bosib yurganingizda yuradigan narsa. Chibrasda qaribchi mana qilib. Xo'sh. Buni ko'rsatdik. Bu alkash bo'lyapti olish. O'yinlarda kerak bo'ladi. O'zingiz o'likka solasizda, qo'ylab turib yuborasiz. Mana qilasizda, o'zingiz olib yotasiz. Xo'sh, bu nima desangizlar, buni o'zim ham bilmayman. Bu mana qilsa kelganda yotib oladigan. Umuman kerak bo'lmaydi. Bu prosta sakrab turadi. Mana Короче, menga hozir ko'pincha o'ylamchiliklar mana bular bo'ladi. Bu to'g'ri osmonga osmonga uchib ketadi. Bu bunaqa qilasizda, lepatangizga ko'rmaysiz. Bunaqa ko'rasiz bo'ldi. Rahim olasizmi, sniper olasizmi? To'g'ri, bitta ikkita uryapman. Mana u sizlarni ko'rmaydi, lekin biz ularni albatta dushib ko'ra olamiz. Endi eng pastga ko'targan bo'lsak, bu 300 metr balandga sakrash. Bu esa tez yugurish. Kalmar o'yinida kerak bo'ladi sizlarga. Bu cheatni qayta olamiz degan Telegram kanalimizda bo'ladi. O'sha Telegram kanal bo'lishi uchun bizning YouTube kanalimiz 50 ta подписчикka bo'lishi kerak. Hozirda 33 ta подписчик. Shuning uchun nima qilish kerak? Menga obuna qo'yib like bosish kerak. Olaman baribir seni hozir isqirt.
Apası cellime. Men olaman degan vajimda xotam olib yurganman. O'zimning kanalimda ham Roblox'lar bor. Podarishga o'tsangiz albatta dushi sizlarga YouTube'ga boraveraman. Menda umuman nima kettirishsa ketgan. Telegram kanalda ota Roblox'lar bor. Agar YouTube qariyangiz hech kim erisha olmasa, yana 5 ta odamni aniqlab Roblox'lasha beramiz. Buncha nima qilish kerak? Bizlarga abone qilib, like qilib, ayamasdan bosish kerak. Sizlarga so'rab qoladigan iltimosimiz faqat shu. O'cha zo'rku. Nima qilgan bo'tdiga? Hech kim iltimosim o'tib keta olaman, mana. Nega yoqqa bosilmaydi desa o'ylandim. Rating tushyapti. Xullas shunaqa video bo'lyapti mana. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna qilib like bosinglar. Albatta o'tkincha qoldik. Mana bu isqit. Olaman, baribir. Kim nima desa desin. Freyga, Moya hava. Takbir eng oson qaysi? Besh ko'ram beryapti, nahvoya. O'zbekistonda millionlab to'plashadi. Nima sotib boramiz? Sekibetning foydasi yo'q, baliqcha. Hayır. Mana shu donatga tushdim. Magazinda mana bor ekan, bitta ko'raylikchi. Mana bu narsa tushdimi? Nima deganini bilmadim-da, lekin olaverdim. Voy, tushib ketdik-ku yerga mo. Xullas shunaqa o'yin bo'ladi. Kanalga like bosamiz, obunachilar video yoqqan bo'lsa. Bunaqa videolar boshqa joyda ko'rmaysiz, faqat bizning o'zbek kanalimizda ko'rasiz. Arqa youtuberlarga ham dam berib yuborsa bo'ladi bizning videolar bilan. Yana tezkor videolar qiladi-ku, nimadan ota-bola. Hech kim bilmayman nomini, bilganlar kaymat yozib olsa. Shu o'ynagan o'yinlar hammasini chop keta olaman. Endi o'sha ko'ngillar tezkor bermaslar. Sanatga. Belki gereğimi
Necha adminni oldimga. Yo'qol. Tak, sen albayt berishimiz kerak ekan. Головина шпионина kerak ekan. Sen isqirtni qayerdan topaman? Tak, bunu birisini topdik. İkincisi Krisa dedi. Oynak emas. Gerçekten yok otururken болады. Ben stoyor. Ben Galabin'e tapish kerak endi. Isqirdan turlab ko'rsatmayapti-da. Froze dedi. Topdik o'xshaydi. Video yoqqansa kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Shunaqa qiziqarli videolar kelib bo'ladi. Shuning uchun aytgan videoning boshida aytgan gapim shu. Telegram kanali ochilishi uchun bizga albatta obuna qo'yib, Telegram kanalimizga obuna bo'lishingiz shart. Meniki bo'ladi hozirda. Video boshlatgandek bo'ladi. Hammangizga xayr, sog' bo'ling. Agar eshitmagan bo'lsangiz, videoni qaytadan ko'rib, like bosib, keyin eshitinglar. Ular eshitmagan ko'p bo'lib ketsin. Telegram kanaliga o'tsanglar, xudo xolasa 50 ta podpisчикdan keyin konkursga start beraman, 20 odamga Roblox setinga tarqataman. Nima qilishga kanalga obuna qilib, like bosish kerak. Hammangizga xayr, sog' salomat, ota-onangiz yaxshi uxlab tursinlar. Hammangizga xayr, sog' salomat.